dvijoklarga kim qarayapti ekan? Qosimjon, qara ekanlarga. Qosimjon kim? Bizda aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dvijok kerakmi? Ha, aka, dvijok olmoqchi edim. Juda ham to'g'ri tanlov qilibsiz biz do'konda. Bizda mana aka, EPA, PIT, Urus har xil turdagi generatorlarimiz bor. Qanaqasi taqib beraylik? Endi narx qana bo'lyapti bularda? Endi aka, narxlarimiz 1 million so'mdan boshlanib 35 millionga qarab ketaveradi. Endi bu 1 million so'mliklarimiz o'zimiz oddiy xo'jaliklarga, ana 35 millionligimiz gektar sexlarda ochib olasiz-ku. Ana shu yerga qo'yganman. Keling, mana shunga quloq solingmi? Eshityapsizmi? Hech narsani eshitdingiz yo'q. Chunki bu ishlab turibdi. Ya, ishlagani yo'q. Bilib qoldingiz, hazil. Lekin shunaqa ovozsiz ishlaganlari ham bor ekan. Ha. Aka, yana bitta udari bor. Aha. Overload. Tadbirkor bo'lsangiz, sehingiz bor deylik, yo achib aynib qolgan mahsulotingiz bor-a? Pop-pet sivit o'tsa nima bo'ladi? Achib qoladi. Divizionda Qosimjon ularmidi keling. Qosimjon kim edi? Menda Qosimjon. O'sha overload o'zi avtomatik uylaydi svetda. Prosta mana unga lukidondan benzin quyib qo'ysangiz bo'ldi, esdan chiqadi. Ha, svet o'tsa avtomatik yonib ketadi. Xuddi shunaqa. Zo'r ekanda. Qaysini taqib beraylik, jon aka? Dastavka bormi sizlarda? Albatta, dastlabki xizmatlari bor. Qosimjonga o'zi olib borib beradi. Siz O'zim qaysi biridan? bo'ldi aka. Ha, klientlar kelsa yana kelishtirib berish bormi? Kelishtirib beramiz aka. Bo'laveradi. Bo'laveradi. Kommentariyaga yozishsinmi? Kommentariyaga generator deb yozsin bo'ldi. Rahmat aka.